Pop meni men anlapmı baxmagan sözlerini qilib kölçek şoңğutup əp çıxdı. Haraq və zəhərlik çekimlikning əvj eliyotqaniga o'xshash cho'ng falokatchiliklarmi bor. Amerika katta bir davlat, ammo ishtidan sesib ketayotgan bir davlat. Yaqinda bir qancha tuqqanim muhabbat bo'ldi. Ko'nglim bək yerim bo'ldi. Chunki Allohni va payg'ambarlarimizni, islomiyatni bilmaydi. Rabbim bizlarga o'ziga yaqin bo'lishni, uning bizdan talab qilganlarini qilishni, uning afv qilishiga loyiq bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Men Najla Tommi Kaplar. Alhamdulillah. Bugun Uxra Istanbul bilan birlikda suhbatda bo'lamiz inshaalloh. Uxra Istanbul nimishqa men bilan suhbat o'tkazishni xalab qoldi. Chunki men Teksasda tug'ilib, Teksasda cho'ng bo'ldim. Tegim Amerikadan, dadam Germaniyalik. Anamning nasabi biroz aralashgan nasabdan. Anam bilan dadam Amerikaga keldi. Shuning bilan men tug'ilibdim. Başta ailem meni e'tiqodli bir muhitda tarbiyalashni xohladi, ammo sharoit degidek yetarlik emasdi. Chunki Tavrat, Injil, Zabur Alloh tushirgan holatida emas, hammasi o'zgartib etilgan. Yana qanchalik to'g'ri bo'lib ketgan taqdirdimi yetarsiz edi. Masalan, dadam tanlagan cherkovda Rojdestvo bayrami o'tkazilmaydi. Cho'shqa go'sht yemaydi. O'tqa cho'qingan bo'lib qolamiz deb hatto tug'ilgan kunni o'tkazmaydi. Ammo yanada mukammal bir hayot yo'q edi. Dünyada nurg'unlagan qiyinchilik ichida bir xil huzursizlik. Yashashdagi maqsadim nima? Nega ketyapman? Nima uchun yashayapman? Rabbim mendan nimalarni talab qiladi degandek savollarga javob beraligidek bir muhit yo'q edi. Mayli cherkovda bo'lsin yoki muharibda bo'lsin, o'z-o'zimdan savol so'rashga boshladim. Hayotimda qanday qilsam muvaffaqiyat qozona olaman? Nishonim nima? G'oyam nima? Rabbim mendan nimalarni talab qiladi degandek. Keyinchi onam bilan dadam farqli cherkovlarga berishga boshladi. Ular ajrashib ketganda men 5 yoshda edim. Masalan, onam bordigan cherkovda 3 ilohlik e'tiqod bor edi. Dadam bordigan cherkovda bo'lsa, go'zal bir shaklda tavhid e'tiqodi so'zlanadi. Musa alayhisalom ilib kelgan birinchi qonun: "Sen bilan Robbingning orasida hech bir kishi va hech bir narsa bo'lmasligi kerak" deb o'rgatdi. Men ikkili e'tiqodni sinab baqdim. Ammo nimishqiki huzur topolmadim. Ichimda bir bo'shliq bor edi. O'ylandim. İçimdeki boşluqning sababi zodi nima? Vaptis bo'lsam, ichimdagi bo'shliq to'liqlanammi deb o'yladim. Ondan bir qancha haftadan keyin vaptis bo'lishga qaror berdim. Oppoq kiyim kiyib, popning qishig'i bordim. Cherkovdagi tabliq qildigan yerning orqasida yo'g'on bir dariza. Darizaning yonida bir ko'lchak bor edi. Ko'lchakka kirdim. Pop meni men anglapmı baxmagan so'zlarni qilib ko'lchakka sho'ng'utib olib chiqdi. Atrofdagilar meni tabriklashdi. Kiyimimni almashtirib chiqdim. Chiqqandan keyin o'zimda bir o'zgarishning bo'lishini saqlayotdim. Ammo hech qanday o'zgarish bo'lganini his qilamadim. Popning vazlarini tinglashayotdim. Atrofimdagi kishilar men uchun xushal edi. Ammo men hech bir narsa his qilmayotdim. Nima ish bo'ldi? Kutganimdek bir o'zgarish bo'lmagan edi. Kichik vaqtimda diniy erkinlikning borlig'ini deyishatdi va buni qonuniy jihatdan qo'g'daydiganligini o'rgatdi. Menmi ishonatdim. Ma'rif sistemasida dunyoni o'zgartirishing kerak deb o'rgatdi. Cherkovda dunyoga yaxshi ishlarni qilish uchun keldik deb tushuntirdi. Ammo men bu yaxshi ishni qanday qilaman? Dunyoni o'zgartirish uchun bir kasb tanlasaqmi, ichki dunyoning sog'lom bo'lmasa, huzur bo'lmasa, tashqi dunyoga qanday ta'sir ko'rsatalaysan? Mening ichki dunyorimda masala bor edi. Buni muzika, film, faoliyat va sayohatlar bilan besiqtirishga tirishatdim, ammo foydasi bo'lmaydi. Alhamdulillah, haroq sharob, zaharlik chekimliklarga yiqilishib baqmadim. Nemish qilsam, nega qarasam, ichimda bir xil beoramchilik bor edi. Tushlarim qo'rqinchli, turmushim bir xil nishonsiz edi. Bir kasbda ishlasang, pul topsang bo'ladi. Ammo bular insoniyligingni, kishiligingni to'ldira oladigan narsalar emas. Universitetga berishdan burun to'liq o'ttirda o'qiyotgan vaqtimdan boshlab, "Ya Rabbim, menga hikmat bergin. Taqdirning nima va qayerda ekanligini bilishim uchun menga hikmat bergin" deb duo qilishga boshladim.
Hikmet dadamning yoki onamning chirkovida yo'q edi. Rabbim kitoblar va payg'ambarlar avatgan ekan. Cho'qim menga yo'l ko'rsatdi deb ishonatdim. Ammo u yo'lning qaysi ekanligini bilmaydim. 3 yildak Rabbim menga hikmatni ko'rsatgin deb duo qildim. Alhamdulillah, universitetga borgan vaqtimda bir musulmon bilan tanishdim. Musulmonning qanday bo'lganligini faqat bilmaydim. Islom haqida gap qildi. Dinning ismini ilgari anglab baxmagan edim. Ham farq etamagan edim. Hatto islom, musulmon degan bu atalg'ularmi mening lug'atimda yo'q edi. Lekin boshqa bir ishorat bor edi. Bir film ko'rgan edim. U film ochiqdan ochiq islomni xunuklashtirish uchun ishlangan film deyishga bo'ladi. U chaqlarda men islom fobiyaning nima ekanligini bilmaydim. U vaqtlar 1991-yildan burungi vaqtlar edi. Bu filmda musulmonlar boshqalarning kallasini va qo'llarini kesatdi. Ayollarni ip qachatdi. Men filmning oxirida yig'liq chekkan bir ayolning qochirib ketilganligini ko'rganimda, filmning nachar tarafidan ta'sirlanmay, qochirilgan ayolning hijobiga hayron qolgan edim va o'z-o'zimga ajab chiroyli ham nazokatlik desa degan edim. Shu vaqtda, ey Rabbim, menga hikmat bergin deb duo qilgan edim. Universitetga borgan vaqtimda deganimdek bir musulmon bilan tanishdim. Menga az-azdan islomni tushuntirishga boshladi. Hozirgidek to'r bo'lmag'achqa islom bilan munosabatlik inglizcha manbalar bek tasdiq bo'ladi. Universitetda kitoblar bilan to'shqizilgan 7 qavatli kutubxonamiz bor edi. U do'stim kutubxonadan Imom Navavining 40 hadis va hadis Quddusdan iborat 2 parcha kitobni topoldi. Kitoblarni yenimga ip keldi. O'qishga boshladik. 2 kechada kitobni tugatdik. Bilginingizdek, o kitobchilarni 20-30 minutda o'qib tugatgili bo'ladi. Ammo biz o'qiblam o'tib ketish uchun emas, balki o'qib tushunishga tirishdik. Bu kitobni o'qigan vaqtimda men izlayotgan hikmat mana mushu dedim. Chunki butun so'zlarda hech qanday yetarsizlik yo'q edi. Alhamdulillah, men o 40 hadisni o'qigandan keyinla hayotimda o'zgarish yuz berishga boshladi. Chunki izlanayotgan hikmatni topgan edim. U vaqtdagi Qur'on Karim bilan tanishmagan edim. Alhamdulillah musulmon bo'ldim. Alhamdulillah bu dunyoning va o'zimning qiyinchiliklarini qanday hal qilishim kerakligini aniq bir shaklda o'rgandim. Anam mening musulmon bo'lganimni bilib qarshi chiqdi. Chunki zulmga uchrab qolishimdan qo'rqatdi. Ochiqlagan holda telefon qilib, "Nemishqa butun urf-odatlarni tashlab etsan? Sen amerikalik emasmi?" deydi. Bir qatim shunchalik besim qilvatdi. Yig'ilgan holda dadamga telefon qildim. "Dada, anam nemishqa bunday qiladi? Men faqat to'g'ri bo'lganini qilishga, ishonganlarimni hayotimga tatbiqlashga tirishyapman" dedim. Dadam ko'nglingni yerim qilma qizim. Seni to'g'ri yo'lda mangsun deb cho'ng qildim. To'g'ri yo'lni topgan bo'lsang, yo'lingni davom qilgin, dedi. Alloh dadamga hidoyat ato qilsin. Chunki men 30 yildan beri musulmon, ammo oilamdan hech kim musulmon bo'lmadi. Ba'zi vaqtlarda televizorga va radioga taklif qilingan chig'imda ular mendan islomiyat qiyin emasmi deb so'raydi. Qiyin emas, balki islomiyat bo'lmagan hayot qiyin. Ammo birlam qiyinchilik bor. Oilang bilan bu dinni tang bahramlanmaslik va ularning to'g'ri yo'lda mangmasligidan iborat bir hasrat ichingda qaynaydi. Allohdan ularni hidoyat qilib berishini so'rayman. Albatta hayotimdagi eng cho'ng muhim qarorimdan biri musulmon bo'lish edi. Alhamdulillah, masjidga bordik. Imomning oldida turib musulmon bo'lishni xohlaydim. Menga faqat shahodat keltirsamla musulmon bo'lganligimni aytishdi. Ammo imom undaq qilmadi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. Avval e'tiqodiy masalalar bilan boshladi. Allohni va payg'ambarlarimizni anglatdi. Men mutaqat qilolmadim. Ichimda bir hayajon bor edi. Chunki o'xshamaydigan bir yerda, o'xshamaydigan bir ishni qilmoqchi edim. Ammo imom qadamma-qadam, asta-asta tavhidga aloqador masalalarni anglitishga boshladi. Chunki imom mening haqiqiy musulmon bo'lg'im bormi, yo'qmi, shuni oydinlashtirg'isi kelgan edi.
Xristiyanlıqda tamamen əksçidi. Köp oylavanmagın, günahlarının hammasi yuyulub ketidi, qutulasan deyiladi. Çirkavlar başdala muzika arqali seni öz tarafga mayil qilishga va hissiyotini ulg'aytib, tezlam seni öz tarafga tortishga tirishidi. Yani tezlam ishni tugutishni o'ylaydi. Ammo musulmon bo'lishda undaq emas ekan. Masjidda muzika yo'q. Bir xil jimjitlik va tinchlik bor edi. Imomlar aldirmaydi. Ular irodang chingmi? Bu mas'uliyat talab qilinadigan intayin muhim bir qaror deb so'rashadi. Hammani bilaman dedim. Bir amerikalik bo'lganligim uchun ishni tezlam tugutishni o'ylab, aldiraqsonlik qilgan edim. Bir amerikalik bo'lganligim uchun ishni tezlam tugutishni o'ylab, aldiraqsonlik qilgan edim. Ha bo'pti, shahodat keltirdingmi deyli. Ammo bu shahodat bilan birga zakot va namozga o'xshash nurg'un mas'uliyatlar bor deb tushundirdi. Hijabımda mas'ul yo'q edi. Musulmon bo'lishdan ilgari hijablangan edim. Chunki ko'rgan kinodagi hijoblik ayoldan ta'sirlangan edim. Shunda qilib imomning oldida ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyish orqali musulmon bo'ldim. Endi namoz o'qish qolgan edi. Namoz o'qishim uchun hijoblik bo'lishim kerak edi. Hijoblik holda namoz o'qish uchun maktabdan qaytib kelib, kiyimimni almashtirib, namozimni o'qib, qaytadan maktabga qaytib berishim kerak edi. Nemishqa bunchalik avara bo'laman? Namoz o'qish uchun nemishqa har vaqt tayyor beti turmayman? Shunda qilib butunlay hijoblandim, alhamdulillah. Arabchani bilmaydim. Baq qiyin edi. Fatiha surasi va boshqa suralarning talaffuzini qog'ozga inglizcha harflar bilan yozib, shuningga qarab turib namoz o'qiydim. Ismimdagi tammi do'stlik degan ma'noda bo'lib, o'zgartmasam bo'ladi. Ammo tammining yashagan va qilgan ba'zi ishlarini unutishga va yangi bir musulmon kimligimni to'rg'izishga ehtiyojim bor edi. Bu qitim ma'nali bir ismimning bo'lishini xohladim. Musulmoncha ismlar bo'lgan bir kichik kitobni topdik. Bir qur qarab chiqish orqali ma'nosi cho'ng va ochiq ko'z degan ma'nodagi Najla ism diqqatimni tortdi. Men izlayotgan ism dal mushu dedim. Islomni tanlaganligim uchun ba'zi kishilar bo'libmi onam, sen qarg'a bo'lib qolding, nima qilayotganingni bilmayapsan. Qarg'ularcha agishyapsan deydi. Menmi yo'q, mening ko'zim ochiq, men bak xushal deyishni xohladim. Şoňlaşqa Najla ismini tanladım ve Najla bulaladım. Elhamdülillah. Yerim keçede Türkiye'ye geldik. O vaqtgacha azanni bütün bir şekilde anlap bakmagan edim. Aydırımdan öyge bağıça azanni parça anlagan boldum. Azanni baştan ahırgacha bütün anlığım bar edi. Şoňa saherde ornumdan baldır turdum. Derizini açıp saxladım. Belkim azan ovoz uzoqdan keladi deb o'yladim. Saqlavatatdim. Uzoqdan arqim-arqa azan ovoz alınışqa başladı. Darvaqa biz hozir masjidlar ko'p bo'lgan İstanbul shahrida turyapmiz. Azan shundoq bir ovoz va chaqiriqdiki vujudimni titratdi. Xushalligimdan yig'lab ketgan edim. Bu chaqiriqni kimmi qabul qilmay turalasin? İslamiyet bilan munosabatlik bir kitob tepish uchun 1,5 soatlik yo'lni besib, kichik bir islomiy kutubxonadan kitob setib olatdim. Faqat shu yerda islomiy kitoblarni topa oldim. Balkim eng yaxshisi mushningdek oz, ammo soz bo'g'ini bo'lishi mumkin. Chunki oz bo'lganda qimmatli bo'ladi. O'qiganlarim ustida tafakkur qilish va hayotimizga tatbiqlab yashash fursatimiz bo'ladi. Xeyli uzundan beri hajga berish orzuyum bor edi. Alloh taolo hajga berishni nasib qildi. Hajdagi vaqtimda bir qitim o'ng tarafimda bir misrlik qari ustoz, so'l tarafimda bir ayol o'ltiribdi. Misrlik qari ustoz Qur'on o'qigan vaqtida uning yeniga yaqin kelib o'ltirib, Qur'onni tinglab, o'zimni tutolmay yig'lab tashladim. Shunchalik cho'nqur va shunchalik kuchli bir tuyg'uni his qilgan edim. Rabbim Jibril alayhisalom orqali bu so'zlarni bu yerda tushiribdi. Va men hozir mush yerda turyapman. Men texchi o'zimni tutolmay yig'layotdim. Ustoz Qur'onni o'qishdan to'xtab, "Bo'ldi, endi yig'lamag'in" dedi. Haqiqatan bundaq bir hissiyotga inson har vaqt bardoshlik berolmaydi.
Ammo Rabbim bu tuyg'uni yana bir qitim yashag'ili har kimga nasib qilsin. İnşallah. Rabbim bizlarga o'ziga yaqin bo'lishni, uning bizdan talab qilganlarini qilishni, uning afv qilishiga loyiq bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Yaqında bir qancha tuqqanim vafot bo'ldi. Ko'nglim yerim bo'ldi. Chunki Allohni va payg'ambarlarimizni, islomiyatni bilmaydi. Mushu sabablik ba'zilar qiyin hayotini beshidan o'tkazdi. Alloh qolgan tuqqanlarimga hidoyat bersin. Tuncu musulmon bo'lgan vaqtimda islomning shartlaridan boshlab anglitishga boshladim. Jazoni bilan shug'ullanmaslikni aytdim. Amerikada jazoni ishlatish keng ko'lamda tarqalib kelgan bo'lg'ashqa, insonlarning aqliga jazoni, o'sim degandeklarni qanday qilishmi faqat kelib baxmaydi. Aslida islom dinini anglitish shartlar bilan emas, e'tiqod bilan boshlanadi. Ammo men buni bilmaydim. Chunki Allohning kim ekanligini bilmay turib boshqa bir yo'lga qadam og'il bo'lmaydi. 15 yildan buyon Amerikada yashayapman. Ularning musulmon bo'lish uchun tirishgan bo'lsam-mu, oilamdan birmu kishi musulmon bo'lmadi. Bundaq bo'laversa, men va bolalarim cho'qim ziyon tortib qolatdik. Musulmon bir davlatda yashashimiz kerak edi. Dunyoda islomni mukammal yashaydigan bir davlat bo'lmaganligi uchun bolalarimni o'zining kimligini, tarixini o'rganish uchun Turkiyani tanladim. Chunki dadasi turk edi. Turkiyaga keldik. Alhamdulillah. Azonni anglayalaymiz. Musulmonlik hayotidan xijil bo'lishning hojati yo'q. Amerikaning ahvoli intayin nachar edi. Hozirgi ahvoli men o'ylab yetamigidek darajada texmi nachar bo'lib ketibdi. Balkim voy xudoyim, sen Amerikaning Texasdan kelsan-ku. Men Amerikani bek yaxshi ko'raman. Amerikaga berishni bekmi xohlayman. Xudoyim tova, bu Turkiyada nima ish qilsan deb so'rashingiz mumkin. Chunki bu savol mendan qanchalik qatim so'raldi. Ammo to'g'rini to'g'ri deb qabul qilishingiz kerak. To'g'ri, Amerikaning ma'rif sistemasi yaxshi bo'lishi mumkin. Balkim oz-to'la ozodichilikdir. Ammo bir-biriga o'xshamaydigan real taraflarmi bor. Masalan, aroq va zaharlik chekimlikning avj elayotganiga o'xshash cho'ng falokatchiliklarmi bor. Bir qitimda aroq kechdan beri ochiqlangan holda onamga qoral tanlagan edi. Alhamdulillah, qoralning ichida o'q yo'q ekandiq. O'z ko'zim bilan bu voqealarni ko'rgan edim. Nimishqa aroq va zaharlik chekimlikka xumor bo'ladi. Chunki qiyinchiligi ko'p. Qalbida huzursizlik bor. Ammo yolvurdigan, sirdishadigan Rabbi yo'q. Bu huzursizlikni besiqtirish uchun bu narsalarga xumor bo'ladi. Men bir maqolada har 6 ayolning biri va yoki uningdan ko'prog'i bosqinchilik uchrayotadi deb o'qigan edim. Amerikada ayollar pek qimmatlik, ularning o'z uchishlik ayollik haqlari bor. Dunyo o'zgarishi kerak. Biz dunyoga ulgu bo'la olamiz deb shuar to'g'liganlarga ishonmang. Amerika katta bir davlat, ammo ichtidan sesib ketayotgan bir davlat. Bularni o'ylasam ko'nglim bek yerim bo'ladi. Chunki qandoqli bo'lmasin, u yer mening davlatim, yurtim. Erkinlik amaliyotda tuzaqqa o'xshash bir so'z. Amerikada erkinlik bor deb havas qildiganlar ko'p bo'lishi mumkin. To'g'ri, Amerikada erkinlik bor. Shu darajada erkinlik borki, erkinlik ichidami o'zingni shunchalik yolg'iz his qilasan. Shu darajada erkinlik borki, nurg'ulg'an xato ishlarni qilib solsan. Yana shu darajada erkinlik borki, ba'zi chaqda nima ish qilishing kerakligini, yashashdagi maqsadingning nima ekanligini bilmay to'g'ri yo'ldan adashib qolsan. Shaxsan menmi yosh vaqtimda erkin edim. Ammo meningcha insonda ma'lum bir g'oya va chek-chegara bo'lishi lozim. Masalan, keng yo'lni tutib maqsaq bo'ladi. Xuddi islomiyatning yo'liga o'xshash keng ammo tubtuz. Bu tubtuz yo'l sana foydali. Bu chek-chegaraning o'ttirsida yo'limizni davom qila olsak, katta bir natijani qo'lga keltirgan bo'lamiz. Agar butun dunyoga bir narsa deyishni xohlasang, nima deyting deb so'rasangiz, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu. Ya'ni bir Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik beraman deydim. Alhamdulillah musulmonman.